Chegirmada nimalaringlar qoldi, razmerlari, narxlari bilan aytib o'taylik degan onajon, buvijonlar. Sizlarni bu issiq kunlarda ovora qilmaslik uchun hozir obzorlarni boshlaymiz, kutib qolinglar. Raz brendidan shunaqa oldi orqalari koketkali ko'ylaklarimiz italyanskiy shtapel, razmerlari 40-razmer qoldi, narxi $75. Brendidan shunaqa platya xalatimizni yumshoqqina shtapel, razmerlarimiz turk razmerlarda 44-46, narxlari $55. Miraj brendidan ushbu bejviy shtapel ko'ylagimiz razmeri 46, bir dona qoldi, narxi $45. Jiddiy gulli ko'ylaklarni yaxshi ko'radigan onajon opa-singillar, Dubai shtapel ko'rishingiz mumkin, yumshoqqina issiq kunlarda ayni muddao, razmerlarimiz 44-46, narxlari $50. Ushbu go'zal ko'ylagimiz razmeri 40-42 to'g'ri keladi, bir dona qoldi, narxi $75. Brendidan italyanskiy shtapel ko'ylagimiz 40 razmerlari, narxlari $50. Nike Belucci brendidan shunaqa shtapel ko'ylagimiz Dubai ko'rishingiz mumkin, yumshoqqina razmeri 40, narxlari $50. Ushbu go'zal yorqin rangdagi shtapel ko'ylagimizni ko'rishingiz mumkin, 2 dona qoldi, razmeri 42-48, narxi $40. Bunaqasi Turkiyada ham yo'q. Le Mirage brendidan italyanskiy shtapel ko'ylagimiz razmerlarimiz 40-46, narxlari $55. Adrasuzga batis ko'ylagimiz razmeri 42, narxi $65. Ore brendidan Dubai italyanskiy shtapel ko'ylaklarimiz razmerlarimiz 40-42, narxlari $55. Alia brendidan shunaqa shtapel yumshoqqina ko'ylaklarimiz 46-razmerlar qolgan, narxlari $50. Yana bitta italyanskiy shtapel ko'ylagimiz chegirmada $50 ga tushgan, bunisi 42-razmer, bu esa 40-razmer. Fiesta brendidan shunaqa shtapel yumshoqqina ko'ylaklarimiz razmerlarimiz 44, 50, 54, narxlari $50. Italyanskiy batis ko'ylagimiz 42-44 razmerlarimiz chegirmada $65. Luisa Manati Dubai nima edi? Belmando dedimmi? Belmando shtapel deymi shunda? Luisa Manati Belmando shtapel ko'ylagimiz o'zini ro'mollari bilan birga 42-razmer, narxlari $65.